Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Like bosmayapsizlar lekin. Obuna bo'lasizlar. Men sizlarga yangiliklarni qilayotgan ishimizdan videolar joylab boryapman, lekin sizlar qo'llab-quvvatlamayapsizlar. Haqida bo'lmaydi-da. Hozir yana bir Toshkent viloyati Parkinskida bir ishimizni yakunladik. Yana bir video lavha joylab boramiz internetga. Qo'llab-quvvatlang, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Muhammad akamizga imkoniyatlarini qo'yib tayyor qilib qo'ygan ekanlar. Kimdir qo'yib ketgan ekan buni. Bir ajoyib chiqqan ekan. Biz bu yerga kelib do'lana 85 razmerda, bo'yi 85, 10 razmer, tag razmer 10 deganda mana bu joyi 10 olinadi. Tumbalari 18, 95 unisi. Do'lana qo'ydik. Hozir bu tarafga ham qo'yganmiz. Bu yerga esa besetka qo'yib berdik. Ustullarni ham o'zimiz qo'yib. Ustunimiz 300 razmerda dumaloq. Besetkamiz esa 95 razmerda. Bunisi sal boshqacharoq fasonda. Ana shogirdlar qoliplar yig'ishtiryapti. Xudo xolasa ishni yakunladik. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Yangi YouTube kanalimiz bu. Eski kanal blog bo'lib ketgan. Xudo xolasa bunga ham obuna bo'lib kanalni rivojlantirib beramiz, xudo xolasa. Bu albatta sizlarning yordamlaring bilan ishimizni uyda fasonini qay darajada o'zgartirib o'rganini, chiroyli bo'lib ketganini o'zlaring bir ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Yo'qsa like bosib ketish esdan chiqmasin.